Больничный 10 kunga 320 ming chiqdi. Shu to'g'rimi? Ismim Dilshod. Qo'limga 7 million oylik olaman. Rasmiysi 1,5 million. To'xtanglar, hisoblab beraman. To'g'rimi, noto'g'rimi? Siz rasmiy oylikdan больничный hisoblanishini bilasizmi? Agar sizda 8 yilgacha staj bo'ladigan bo'lsa, siz o'rtacha oylikni 60% ni olasiz. Bu degani 1 million 500 rasmiy oyligingiz bo'lsa, uni 60% bu больничный uchun bir oyga 900 ming so'm degani. Endi siz 10 kunga oladigan bo'lsangiz, 30 kunga bo'ldim, 10 kunga ko'paytirdim. Bu taxminanda 300-400 ming atrofida больничный chiqadi degani 10 kun uchun. Hisob kitob to'g'ri. Endi tasavvur qiling, siz 7 millionni hammasini rasman olgan bo'lganingizda qancha chiqqan bo'lardi? 7 millionni 60% bu 4 million 200. Bu ba'zi. O'rtacha oylik ish haqini bo'laman 30 kunga, ko'paytiraman sizni больничныйga chiqqan 10 kuningizga. Aslida hisob kitob sal boshqacharoq, ish kunlari uchun to'lanadi, yakshanba, bayramlar hisobga olinmaydi. Taxminan olganda bu sizda 1 million 400 ming atrofida 10 kun uchun больничный chiqadi degani. Farqi qaranglar, agar rasman 7 million bo'lsa 1 million 400, rasman 1,5 million bo'lsa 300-400 ming atrofida. 4 baravardan ko'proq farq qiladi. Hamma tanishlarga jo'natib qo'ying, hisob kitob juda ham kerakli narsa. Ertaga surpriz bo'lmasin. Buxgalteriyangizdan albatta ish haqingizni va qo'llanayotgan stajingizni so'rab bilib oling, ertaga kerak bo'ladi. 10 raqamini jo'natadigan bo'lsangiz, men sizga saytga silka jo'nataman. Silkada bu hisob kitob va boshqa qonuniy imkoniyatlaringiz to'g'risida ma'lumotlar bor. Kuzatib boring, albatta obuna bo'ling, foydali ma'lumotlar chiqaraman.